Boshlayapmizmi? Assalomu alaykum kuzatuvchilar va musofirda yurgan aka-ukalar. Navbatdagi ishimizni Farg'ona viloyati O'qchi tumaniga olib kelib o'rnatganmiz. Bog'dodlik ustakalarimizni ishlarini ko'rsatib, sizlarga narxi necha pulga bo'lyapti. Mana shunday nima deydi? Hashamdor rishotkalar, yo bo'lmasam tepamizda turgan mana shunday Lexalli naveslarning narxlarini sizlarga akalar tushuntirib beramiz. Materiallari, stenalari, hamma narsasini videoni oxirigacha ko'rsalaring, chiroyli holatda qilib kelishilgan narxlarini, bo'ladigan narxlarni aytib o'tamiz akalar. Videomiz rivoji uchun bir dona like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yishni unutmaysizlar akalar. Qani emasam, poddeshkada bo'lamiz, boshladik akalar. Birinchi o'rinda mana shunday rishotkamizni to'rga-to'r, pastlariga X-loy to'rga-to'r qo'yilgan. Mana shunday gulli holatda qilib, aliment gullarga ham qo'yib berilgan. Tepasiga mana shunday qalin holatda, hashamdor holatda qilib, stoykalarni ham ishlab berilgan akalar. Mana shu holatda bitta boshdan oyoq ko'rsatib yuboring. Mana shu holatda akalar 21 metrga tushgan. Mana shu rishotkamizniki. 21 metrga tushgan. Stenalari 1,5 stena to'rga-to'r, 2lik stena 8 ga 8. Mana bunday qalpoqchalarini ham alyuminli qilib qo'yib berganmiz akalar. Xo'p, shunda metri 1,100,000 so'mdan tushgan alyuminli gulli holatiga. Endi mana shuni boshqacha alyuminli gullari bor. Ular 850,000 so'm, 950,000 so'm, 1,500,000 gadir boradi alyumin gullilarimiz. Gladki gullilar bor, temir gullilari. Xo'sh, metr kvadrati 650,000 so'mdan 1,200,000 gadir bo'ladi. Mana shunday rishotka holatiga. Mana shu holati hozir olib kelib o'rnatgan joyimizga 21 metrga tushgan, 22 millionga ustanovkasi bilan bo'lgan. Mana shu holati. Xo'sh, navesimiz stoykalari 2lik stena bo'lgan. Tepasidagi asosiy firmalari 6 ga 4 qo'yib berilgan. 6 ga 4, 1,5 stena bo'lgan. Lazer liska qo'yib berilgan firmalari. Hop, lazer lisklari 1,8 lik qo'yib berilgan. 1,8 ga qo'yib berilgan. Tepasida 4 ga 4 qo'yib berilgan. Endi bu 4 ga 4 qo'yishdan maqsad 12 metrga 12 metr bo'lgan razmerimiz. 12 ga 12 bo'lgan. Zazor katta bo'lgani hisobiga 4 ga 4 profildan firma qilgan, high-tech fasonda qilib firma qilib berilgan. Mana shu holatda 4 ga 4 profillar stenasi 1,5 stenada bo'lgan. O'rtalariga lazerni qilib qo'yib berilgan. Tepasida 2 ga 3 profil tortib berganmiz har 50 santimetrga. Bu profilimiz stenasi 1,5 stenada bo'ladi mana shuniki. Eng tepasida turgan Lexanimiz, rossiyskiy Lexan deyiladi. 70% quyosh nurini qaytarib beradi. 15 yilga garantiyasi bo'ladi akalar, Lexanda ham. Endi asosiy ahamiyat beradigan joylarimiz akalar, yaqinroq keling. Mana shunday qilib, ustunlarimizga tumba qo'yib berganmiz, lazerli holatda, karabka bo'lgan. Bu narsa tepaga ko'tarilib, bemalol tayin tozalab, qaytarib qo'ysa ham bo'ladi. Hashamdor holatda qilingan. Stoykalariga ham o'ziga yarasha gullar bilan qilib berilgan. Lexanimiz metr kvadrat akalar 600,000 so'mdan 12 ga 12 holati 86 million so'mga ustanovkasi bilan bo'lgan. Mana shu holati. 86 million so'mga ustanovka qilib berdik. Materiallari qalin holatga bo'lgan. Endi yana bir ahamiyatli tarafi, navesimizning o'rtasini eniga 3,5 metr, uzunasiga 6 metr qilib ochib berganmiz. Bu egalarining talabi bo'lgan. Ko'k zonaga quyosh nuri tushishi uchun bo'lgan. Endi mana shunday ochiqlik qo'ygan yaxshimi, yo bo'lmasam qo'ymagan yaxshimi? O'zlaringiz fikrlaringizni kommentga yozib qoldiringlar akalar. Hammani fikri inobatga olinadi, xudo xolasa. Videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha akalar, xayr, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.